Raspakovkachi qizlar qani ketdik mini raspakovka qilamiz. Birinchi shunaqa gerberdan snekchalar. Shunaqa 3 xil formada bo'ladi. Emaklashni o'rgangan, o'tirishni o'rgangan bolalarga alohida. Hozir biz olganimiz 2 oylikdan katta bolalarga bersa bo'ladigan. Bu raspberry bilan mangolik, raspberry bu malina. Meni bolalarimga почти bir haftalardan ziyodga yetsa kerak. Bu shunaqa upakovkada, upakovkaning ichida 2 donadan bo'lar ekan. Xuddi kukurazalarga o'xshaydi, erib ketadi. Keyingisi ham gerberdan bo'tqachalar, bittasi guruchli, ikkinchisi banan bilan xitoydan tayyorlangan. Bu shunaqa Hershey'sdan sirup, shokoladli sirup, Starbucks'dan vanilali kofe oldik, juda ham hidi zo'r qizlar. Keyingi produktimiz O'zbek marketdan oldik. Amerika kelganimizdan beri hech qanaqangi go'sht mahsulotini Amerika marketlaridan olmaymiz, faqat O'zbek marketlaridan olamiz. Girls, I'm big fan of sushi. Shularni biz Krogerdan olamiz. Haftaning har chorshanba kunida skidga ketadi. Shu ko'rib turgan sushilarni $5 sotadi. Biz chorshanba kuni bormaganimiz uchun buni $10 oldik. Bular shunaqa achchiq sushilar. Olinglar qizlar, osh bo'lsin. Bismillah, rasatamiz. Sizlarga bo'lsa bye girls.